Qo'qon bo'yicha eng arzon detskiy kiyim-kechak do'koni borligini bilamidinglar? Bu do'kon atrofdagi do'konlardan, bozor ichidagi hamma do'konlardan arzon. Bolachalar uchun detskiy kombinezonlar, kurtkalar, qish uchun hamma kiyim-kechaklar bor bu do'konda. Paypog'idan tortib shapkagacha bor. Bu do'konda kelin-ko'ylakchalar ham bor. Qizchalar uchun troyka. Narxi bilan tanishib ko'ramiz shuni. Mana troykaning narxi 102 ming so'm. Troyka qizlar uchun. Hozir mana bu kombinezonni tortib ko'ramiz. Kombinezon narxi 79 ming so'm ekan. Qalin ichi nachos. Mana bu 5 yosh, 6 yosh kurtkachalarni hozir narxlarini tanishib ko'ramiz. Atiga 82 ming so'm chiqyapti. Kurtoy bolachalar uchun hozir mana bu ko'janing narxini bilamiz. Atiga 69 ming so'm. Mana bu bog'cha bolalar uchun kurtkalar narxini bilamiz hozir. 49 ming so'm mana bog'cha bolalariga. Mazax qilishadi. Eng qizig'i bu do'konda optim narxda pachka olish shart emas. Bu kombinezondan bitta, droykadan bitta, bundan hammasidan bitta qilib olib chiqib sotishsa bo'laveradi. Buni pachka olib, har bittasidan 10 ta ol. Bunaqa narsa yo'q. Xohlagancha olasiz, xohlaganingizdan bitta olasiz, xohlaganingizdan 10 ta olasiz. Mana bu koja, momoq, kurtkalar, nima deyapti opalar? Chaqaloqlar uchun mana bunaqa narsalar ham bor ekan. Hamma rangidan bor ekan, eng qizig'i. Bitta pijamalar ham bor. Bog'cha qizlariga mana kelin ko'ylaklar bor turidan. Olib borib kilolab sotadigan bo'lsangiz ham bundan arzon do'kon topa olmaysiz. Bundan assortiment ko'p do'kon. Sizlarga bu do'kon lokatsiyasini tushuntiradigan bo'lsam, bu taraf Mumtoz ko'prik tarafdan kelish, Yangi bozor tarafdan. Bu tarafi bo'ydan sentriga olib boradigan, bo'yda krukka olib beradigan taraf. Bu do'kon nomi mana Sumaya Kids Qiloli savdo. Mana bu bog'cha bozorini burilishidan 200 metr o'tganingizda o'ng qo'lda keladi bu do'kon. Hammaga yaxshi kayfiyat, like, podpiska bosish esdan chiqmasin.